navbatdagi joyimizga razmer olgan ekanmiz. Bu yerimiz Uchqo'rg'onga o'lchagan ekanmiz. Ikkita gigant eni 5 metr, balandligi 5,5 metr. Bu tomoni ham eni 5 metr, balandligi 5,5 metr razmer olganmiz. Bu tomoni eni 4, balandligi 4,5 metr. Katta skalat ekan mana. Bu tomoni ham eni 4, balandligi 4,5 metr. To'rttasini razmerini oldik. Ikkita darvozamizni 5-6 dekabrga o'rnatamiz. Buni o'rnatgandan keyin bu yerda ozgina kamchiligi bor ekan joyi, kamchiliklarni tushuntirdik. Ustunlarni chekkaroqqa surish kerak. Yuqoriga qo'yadigan narsalarni tushuntirib qo'ydik. Kegunimizgacha mana bu ikkita darvozani o'rnatgunimizgacha kamchiliklarni qilib berishsa, orqasidan bularni ham chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Kimga shunaqa avtomatik darvoza xizmati kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shina sifatli chiroyli qilib beramiz.